qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Doktor Mamtmin Ala Efendi Cambridge nashriyati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'ritib berolmagan dedi. Cambridge Universiteti nashriyati xabar torining eng yangi xabarida aytilishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi dunyoviy nupuzli Cambridge dunyo tarixiy yurishlik asrining 1914 yilidan 2020 yilgacha bo'lgan zamonaviy davrning irqiy qirg'inchiligi jild 3 ga kirgizilgan. Jild 3 irqiy qirg'inchilik eng bilingan asr 20 asrni inchiklaydi. Irqiy qirg'inchilik va milliy tozalashning aniqlamasi va ularning zamonaviylik bilan bo'lgan munosabatini muhokama qilishdan boshlab irqiy qirg'inchilik tadqiqoti, irqchilik va yahudiylarga qarshi turish sohasini tekshirish bilan davomlashadi. 4 bobliq bu kitob irqchilik, barliq urushlar, imperiyaning yimirilishi va inqilobning ta'siri, Ikkinchi dunyo urushi krizisi, so'g'uq munosabatlar urushi va dunyoviylashishni tadqiq qiladi. 28 nafar ixtisosli xodim 1918 yilidan 2021 yilgacha Yevropa, O'rta Sharq, Afrika, Osiyo va Latin Amerikasida yuz bergan 30 irqiy qirg'inchilikni xotirlagan. Misollar Armeniya irqiy qirg'inchiligidan Mavchi Xitoygacha, cho'ng qirg'inchilikdan Stalinning Ukrainasigacha, Indoneziyadan Gvatemala, Biafra, Bengal, Kambodja, Bosniya va Rivandagacha, oxirida Myanmardagi Rohingyalarning hozirgi taqdiri va Iroq islom davlatining yazidlarni qirg'in qilishigacha bo'lgan nurg'ulg'an narsalarni o'z ichiga oladi. Kitob kelgusidagi qirg'inchilikning oldini olish strategiyasi to'g'risidagi bir bob bilan oxirlashadi. U 20 asrdagi irqiy qirg'inchilikning o'ziga xos tabiatini inchiklaydi. Cho'ng qirg'inchilikning o'ziga xos tarixini zamonaviy qirg'inchilikning dunyo tarixiga birlashtiradi. Irqiy qirg'inchilik sababi va uning oldini olish strategiyasi haqida natijalarni xulosalaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Doktor Mamtmin Ala Efendi buningga inkos qaytirib, Cambridge dunyo irqiy qirg'inchilik tarixi jild 3 1914 yilidan 2020 yilgacha bo'lgan hozirgi davrdagi irqiy qirg'inchilikni xotirlagan, ammo Uyg'urlarni hayotini tartish qilib bo'lmaydigan darajada zavollikqa yuzlantirayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'ritib berolmagan. Qirg'inchilikning eng andishalik tarafi uning mavjudligini inkor qilish. Chunki olimlarni o'z ichiga olgan shaxslar uni nazardan soqit qilishni tanlaydi. Bu inkor qilish qirg'inchilikning o'zidek yirginishlik bir ish. Cambridge Universiteti nashriyati faqat aqliy jihatdagi durustlikning emas, ayni vaqtda axloqiy bir butunlikning, durustlikning va eksikligining misoli. Agar bir jinoyat qasddan nazardan soqit qilinsa, bu tizimlikdagi boshqa barliq jinoyatlarning to'g'riligiga gumon paydo qiladi. Tanlangan tizimlik ularning maqsadi, betarafligi, eng muhimi ularning to'g'riligiga gumon paydo qiladi dedi. Alibaba shirkati Xitoy armiyasining Amerikani nishon qilishiga yordam bergan. CNBC xabar kanalining 16 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Alibaba shirkati Xitoy armiyasining Amerikani nishon qilishiga yordam bergan bo'lib, Iqtisod vaqti gazeti Oqsaroyning bir xotirasida Alibaba Xitoy armiyasining Amerikadagi nishonlarga qarshi harakatlari uchun texnik yordam berdi deyilgan degan. Iqtisod vaqti bu ayblashlarni mustaqil holda dalillay olmaydiganligini, eslatmaning to'liq tekstini e'lon qilmaganligini bildirgan. Eslatmaning qachon, qayerda e'lon qilinganligi hozirgacha aniq emas. Oqsaroy bu haqda inkos qaytarish talabiga javob bermagan. Ammo iqtisod vaqti bu dokladni qo'llaydiganligini bildirgan. Xitoyning sun'iy aql chip atkazchiligi to'g'risidagi ayblashlar Amerikaning chip izqo'g'lash harakatiga yo'l ochgan. Reuters agentligining 21 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Adliya ministrligi 2 nafar Xitoy fuqarosi va 2 nafar Amerika fuqarosi, jamiyat 4 nafar kishini Nvidia'ni qonunsiz yo'llar bilan Xitoyga eksport qilishni planlagan jinoyat bilan ayblagan. Buning bilan Xitoyga qarshi sun'iy aql chiplari uchun yangi bir bab ochilgan. Payshanba kuni Avam palatasidagi muhim Cumhuriyetçi partiya a'zosi chip izqo'g'lash qonunini darhol ma'qullashga chaqirgan. Amerikaning Xitoyga qarshi tanlangan komitetining komitet raisi Jeff Molinar Xitoy Amerikaning sun'iy aql bayqashdagi ustunligini to'nib yetdi. Shunga ikki partiyalik chip qonunini ma'qullash zarur degan. 30 nafar birlikda qo'llovchi bilan tuzilgan bu qonun loyihasida chiplarning o'rnini dalillash, chip ishlab chiqaruvchilarning mumkin bo'lgan boshqa yo'llar haqida doklad qilish va uchurlarni o'rtoqlashish talab qilingan. Shundaqla Amerika chiplarining xato qo'llarga tushib ketishining oldini olishning
qo'shimcha yo'llarini izlash talab qilindi ekan. Bu delo Washingtonning Xitoyga yuqori texnikalik eksportga bo'lgan cheklamasini yo'lga qo'yishda duch kelgan xirisni gavdlantirgan. Bu cheklimlar Beijingning harbiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilish va Amerikani texnik jihatda oldingi o'ringa qo'yish uchun loyihalangan. Xitoy Amerikaning eksport cheklamasini iqtisodiy va savdo masalalarini qurol o'rnida qo'llanganligini tanqid qilgan. Aybluvchilarning chiplarning Xitoyga avatiladiganligini bilib turib, saxta to'xtam tizginligi va saxta hujjatlarni topshirganligi ilgari surilgan. Ular 2024 yil oktyabrdan 2025 yil yanvargacha Malayziya orqali Xitoyga 400 dona Nvidia A100 GPU eksport qilgan. Amerika Adliya Ministerligi qonun ijro qilish organlarining Nvidia H100 GPU va 50 dona ayrim Nvidia H200 GPU bilan 10 dona Hewlett Packard darchidan tashqari kompyuterni Tailand orqali eksport qilishga uringanligini to'sib qolganligini e'lon qilgan. Adliya Ministerligi Florida delosida bu til biriktirishning chip setib olish va eksport qilish uchun Tampa shirkatini paravan shirkati sifatida qo'llanganligi. Plan uchun Xitoyni 4 million dollar fond bilan ta'minlaganligi bayon qilingan. Vatan degan nima? Inson uchun ikki turli vatan bor. Birinchisi o'zi va ahli oilasida turadigan, issiq sovuqqa dalda bo'ladigan, ichida rohat va orom topadigan joy. Ikkinchisi bir millatning yoki bir qancha millatning bir mamlakat ichida o'zaro sig'ishib, birlikda osh-nonlarini yeb, suvlarini ichib, havosidan nafaslanib, foydalanib, siyosiy va iqtisodiy haq-huquq hamda qonunlardan bahramand bo'lib yashayotgan umumiy vatandir. Birinchi ma'nodagi xususiy vatanda kishining jini, mili va ahli oilasiga qandaqli bir zararning kelishidan amin bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, ikkinchi ma'nodagi umumiy vatanda ham shundaq aminiyat va ozodlik bo'lishi kerak. Danishmand siyosiylar ozodlik yo'q bir mamlakatda vatan bo'lmaydi degan ekan. Odam bolalarining o'z uyini muhofaza qilishi qandaq zarur bo'lgan bo'lsa, umumiy vatan bo'lgan mamlakatni shu darajada har turli ta'arruz, ya'ni besib kelish va ta'addi, ya'ni tajovuzchilikdan qo'g'dashga g'ayrat va himmat sarf etmiki majburiyatlik bir ishdir. Vatanini muhofaza qilishni, or-nomusini saqlash deb bilmaganlar xususiy vatani bo'lgan ahli oilasini turli tajovuzchilikdan to'sib qolmagan va mudofaa qilmagan nomussizlar bilan o'xshashdir. Vatanni mudofaa qilish yo'lidagi jang va urushlar o'z navbatida fi sabilillah, ya'ni Alloh yo'lidagi muqotala, ya'ni kurashdir. Janobi Haq taolo o'zining sha'ni buyuk bo'lgan Qur'oni Karimda ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va bola-baqinlarimizdan judo qilingan tursak, qandaqmi Allohning yo'lida jihad qilmaylik dedi. Ularga urush qilish farz qilingan chaqda ularning oz bir qismidan boshqa hammasi jihad qilishdan bosh tortdi. O'ziga zulm qiluvchilarni Alloh obdan bilguchidir. Deyish orqali go'yo rozilik va qabul ko'rganlik uslubi bilan bizga buni bayon qilib bergan. Demakchiki, biz vatan va yurt yerlarimizdan haydab chiqarilgan tursak, nemishqa Allohning yo'lida urush qilmoqdakmiz? Nemishqa kurash qilmoqdakmiz? Ya'ni buning uchun cho'qim urush qilamiz deganlikdir. Fransuzlarning ulug' faylasufi Abrayes shundoq degan ekan: mustabidlik va zulm ichida yashagan insonlarning vatani bo'lmaydi. Ey g'arib bekas onamiz, muhtaram shonliq vatan, izzat va sha'ning uchun bo'lsin fido mol va badan. Erkin Turkistoniy gazeti 1934 yili 25 yanvar Kashgar. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.